Darsimizni davom ettiramiz. Demak, teoremalarga doir misollar, namunalar ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi teoremamiz Cheva teoremasi. Cheva teoremasida demak, uchburchak berilgan bo'lsa, uchburchakning uchlaridan ixtiyoriy chiziqlar o'tkazilsa, u shu uch qarshisidagi tomonni qandaydir nuqtada kesadi. Mana uchala nuqta ko'rsatilgan A1, B1, S1. Teorema shartida xuddi Meneleyga o'xshash nisbat berilgan va o'sha nisbatlarning ko'paytmalari haqida bu ham birga teng ekan. Qaysi nisbatlar? Demak, Meneleyga o'xshash bu ham. Qarang, A dan B1ga, B1dan S'ga, S'dan A1ga, A1dan B'ga va B'dan S1ga va S1dan A nuqtaga. Ya'ni uchburchakning uchlarini, ya'ni ixtiyoriy uchidan boshlab o'sha tomonni kesuvchi nuqtalar orqali o'tib, aylanib, yana o'sha A nuqtaga qaytib kelar ekanmiz. Biroz nisbatni olish biroz nimaga qaraganda, Meneleyga qaraganda soddaroq ekan. Demak, mana isbot ham mana shu yerda berilgan. Bunga doir ham masala ko'ramiz. Xo'p, masala mana chizma ko'rinishida berilgan. Mana bu tomonlar teng bo'lganligi uchun bu tomonlarga mana ixtiyoriy harflar bilan belgilab oldik, ya'ni teng. Xo'p, nisbatni olamiz. Ixtiyoriy tomondan boshlashimiz mumkin dedik. Demak, B uchidan boshlayman. Demak, Bdan Dga va Ddan Aga, Adan mana bu nuqtaga, bundan esa S'ga, S'dan Fga va Fdan yana bu nuqtaga qaytib kelsam bo'ldi. Demak, mana bu yerdan start oldik. Start. Xohlasangiz bu tarafga, o'ng tarafga qarab yursangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Xo'p, demak, A'ning A'ga nisbati ko'paytirilgan 9ning X ga nisbati ko'paytirilgan 4ning X ga nisbati. Bu birga teng bo'lishi kerak. A'lar qisqarib ketdi, demak, X kvadrat teng 36 bo'ldi va bu yerdan X teng 6 ekani kelib chiqyapti. Mana shunday sodda. Keyingi ikkinchi masala. Xo'p, bu yerlarni mana M deb belgilaylik, bir xil bo'lgani uchun. Bu yer 6 va X bo'laklar. Uchinchi tomonni esa qanday nisbatda bo'linganligi mana bu ma'lumotda ko'rsatilgan. AB 3AF ga teng deyapti. AB 3AF ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, AF ni biror N harfi yoki K bilan belgilaydigan bo'lsak, demak, bu yer 2K. Chunki AB 3K bo'lishi kerak. Mana AF K bo'lgandan keyin mana bu nima bo'yicha, ma'lumot bo'yicha bunday belgiladim. Endi nisbatlarni oladigan bo'lsak, keling bu safar mana bu S3 dan boshlaymiz. Startni S3 dan olamiz. Demak, S dan Y ga, Y dan esa demak, mana birinchi, mana bu ikkinchi qadam, mana bu uchinchi qadam bo'lsin, keyin to'rtinchi qadam, 5-chi va 6-chi qadamlar. Endi nisbatni yozamiz. 6ning X ga nisbati ko'paytirilgan K ning 2K ga nisbati ko'paytirilgan M ning M ga nisbati. Bu birga teng bo'lishi kerak. M ning M ga nisbati 1 va bu yerda K lar ham qisqarib ketyapti. 2X teng 6 ga bo'lib qolyapti. Va bu yerdan X teng 3 ekanligini osongina chiqarish mumkin. Navbatdagi masala, demak, to'rtburchakli uchburchak. Xo'sh, tomonlarini qaraydigan bo'lsak, mana AB tomonining jami uzunligi 6 ga teng bo'lyapti bu yer. Mana bu 6 bu tomonning uzunligi. Bu tomonning uzunligi esa 8. Juda yaxshi. Pifagor sonlari, demakki, BS 10 bo'lishi kerak. B'da X bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerni uzunligi 10 minus X. Pifagor teoremasini yoddan qo'lladik. Xo'p, endi ixtiyoriy uchdan boshlasak bo'ladi. Keling, B3 dan va S3 dan start olib ko'rdik. Endi A3 dan boshlaymiz. Demak, start mana shu A3 dan boshlandi.
Xo'p, 4 ning 2 ga nisbati, demak, bunaqasiga boshladim startni. 4 ning 2 ga nisbati ko'paytirilgan x ning 10 minus x ga nisbati ko'paytirilgan 5 ning 3 ga nisbati, bularning hammasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Ana endi yozamiz. Bundan kelib chiqadiki 20x teng bo'lishi kerak. Surat 20x bo'lyapti. Pastda 6 ko'paytirilgan 10 minus x ga. Va bu 20x 60 minus 6x va bu qo'shiladigan bo'lsa 26x teng 60 va x teng. Xo'p, 2 ga qisqaradigan bo'lsa bu 30 taqsim 13 yoki 3,13 dan 1. Kechirasizlar. Adashdik. 2,13 dan 4. Mana shunday. Xo'p, keyingi teoremamiz bu Carnot teoremasi. Carnot teoremasi nima haqida? Uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlariga perpendikulyar chiziqlar tushirilsa, uning tomonlari o'sha perpendikulyarning asoslarida ikkita bo'lakka bo'linadi. Va o'sha bo'laklar mana bu yerda ko'rsatilgan, har xil rangda ifodalaganman. A, F, Y, D, S, B. Va mana shu bo'laklarning orasida mana bunday munosabat o'rinli bo'lar ekan. Bu yerda tushunarli bo'lishi uchun har xil rangda tanlab oldim. Ya'ni ixtiyoriy joydan boshlayveramiz. Ya'ni A ni oladigan bo'lsak, A dan keyin mana B3 dan keyin mana B kesmani uzunligini emas, bitta kesmani tashlaymizda keyingisini olamiz. Mana S ni olamiz. Keyin yana D ni tashlab ketamizda keyin Y ni olamiz. Mana 3 ta, ya'ni bitta kesmani tashlab ketamiz. Mana A ning kvadrati, S ning kvadrati, Y ning kvadrati, bu qolgan kesmalar bor, ya'ni F bor, F bor va D bor. Mana bularning kvadratlari bir-biriga teng bo'ladi. Teorema mana shunday ifoda qilingan formula ko'rinishda. Bu yerda uni isboti keltirilgan. Endi masala yechishga o'tsak. Xo'p, masalada xuddi shunday perpendikulyarlar tushirilgan va kesmalarning uzunliklari ko'rsatilgan bizga. Mana shu yerdan boshlaymiz. 6 ni olaman, 3 ni qoldirib 8 ni olaman, 10 ni qoldirib mana x ni olaman. Ya'ni 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng bo'lishi kerak. 4 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va 10 ning kvadrati. Bu yerdan x kvadrat teng. Xo'p, mana bu 36, 64, 100 bo'ladigan bo'lsa, bu 100 bilan mana bu 10 ning kvadrati qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda 4 ning kvadrati 16, 3 ning kvadrati esa 9 va bu yerdan x ning 5 ekanligi kelib chiqadi. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingida xo'p, mana bu ikkita kesmaning uzunliklari bir xil ekanligi aytilgan. Demak, y qo'yamiz bu yerga. Xo'p, boshladik demak. 2 ildiz osti 7 va y. Mana bitta qoldirib olyapman. 2 ning kvadrati 4. Bu shu rang bu yerga unchalik o'xshamadi. Ya'ni ko'rinishi xiraroq bo'lib qoldi. Mana 4, 2 ning kvadrati 2 ildiz osti 7 ning kvadrati bu 28 plus y kvadrat teng y kvadrat plus x kvadrat plus 16. Y kvadratlar qisqarib ketadi va bu yerdan x kvadrat teng 16 qolyapti. Chunki 32 dan 16 ni ayiramiz va bu yerda x ning 4 ekanligini hosil qilamiz. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Bu yerda ham mana 3 dan boshladik. 3 x plus 2 va 2. 9.
4 mana 9 4 va x plus 2 ning kvadrati teng bo'lishi kerak. X plus 1 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati va tepada x qolganida x ning kvadrati. Xo'sh, endi bu yerda kvadrat tenglama yechishimiz kerak. Mana bu 13, bunisi 16, demak bularni qisqarib, ya'ni 13 larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 3 qoldi deb hisoblaymiz va qavsni ochamiz. X kvadrat plus 4x plus 4 teng 2x kvadrat plus 2x plus mana bu 1, bu yerda 3 qolgan edi, buni ham 4 deb yozamiz. 4 lar qisqarib ketyapti va x kvadrat bu tarafga olib o'tadigan bo'lsak, minus 2x teng 0 va bu yerdan x teng 2 degan javobni olamiz. Bu Carnot teoremasining tatbiqiga doir namunamiz edi. Xo'p, yana bitta teoremamiz qolyapti. Bu Stewart teoremasi. Stewart teoremasining isboti mana bu yerda ko'rsatilgan. Demak, buni isbotida kosinuslar teoremasidan foydalanib isbot qildik. Va nima deydi? Mazmuni Stewart teoremasida uchburchakning uchidan ixtiyoriy chiziq o'tkazilsa, o'sha chiziqning uzunligi keyin uchburchakning mana A va B tomonlari berilgan, o'sha biz aytayotgan chiziqning uzunligi x bilan belgilangan chizmada x ning uzunligi ildiz ostida a kvadratni n ga ko'paytmasi bilan b kvadratni m ga ko'paytmasini yig'indisini m va n larning yig'indisiga bo'lib, undan m n ni ko'paytmasini, ya'ni m n ni ayirishimiz kerak. M va n larni ko'paytmasi o'shanga teng bo'lar ekan, o'sha tushirilgan kesmaning uzunligi. Ya'ni mana a ning tarafida turgan m ni emas, b tarafida turgan n ni olar ekanmiz. B uchun esa o'zining tarafida emas, a ning tarafidagini oladi. Xuddi x shaklida o'sha tomonni ko'paytmasini adashtirib qo'ymasligimiz uchun buni shunaqa eslatyapman. Qarama-qarshi tarafdagi kesmalar bilan ko'payadi. Keling, misol ko'ramiz. Xo'p, mana bu x ning uzunligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, x ning kvadrati teng bo'ladi 6 ning kvadrati ko'paytirilgan 2, mana bu 2 ni oldik, mana plus endi 4 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 va pastda m va n larning, ya'ni 3 va 2 ning yig'indisi edi. Va bu yerda o'sha 3 va 2 ning ko'paytmasi ayrilishi kerak edi. Xo'p, hisob-kitob qiladigan bo'lsak, mana bu teng 36 2 72 plus 16 3 48. Bu yerda 5, bunisi esa 6. Xo'p, 72 48 bu 120, 5 ga bo'ladigan bo'lsak 24, 24 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 18, uning ildizi esa 3 ildiz osti 2. Navbatdagi masala. X kvadrat teng 3 ning kvadrati, ya'ni 9 ko'paytirilgan 2 plus 36 ko'paytirilgan 4, ya'ni bunday olyapmiz. Va 4 plus 2. Bu yerda esa 4 ko'paytirilgan 2. Hisoblaymiz. 18 plus 144 bo'lingan 6 minus 8. 144 ga xo'sh 18 ni qo'shadigan bo'lsak va uni 6 ga bo'lsak, 18 ni 6 ga bo'lsak 3, 144 ni 6 ga bo'lsak 24. Demak 27, 8 ni oladigan bo'lsak 19. Demak ildiz osti 19. Agar hisob-kitobda adashmagan bo'lsam, demak bu yerda 3, bu yerda 24, 27, 8 ni oladigan bo'lsak 19.
Xo'p, navbatdagi misol. Xo'p, x ning kvadrati teng 16 ko'paytirilgan 6 plus 36 ko'paytirilgan 2, 2 plus 6 minus 12. X kvadrat teng 96 plus 72 bo'lingan 8 minus 12. Va bu yerdan x ning qiymati, demak 96 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 12, 72 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 9. Bu 21, 21 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 9, 9 ning ildizi esa 3 ga teng. Mana Stewart teoremasini ham tatbiqini ko'rib o'tdik. Xo'p, aytilgan teoremalar bo'yicha masalalar ko'rib o'tdik. Keling, yana bitta masala ko'ramiz. Bu yerda endi chizma juda murakkabroq berilgan. Mana shu murakkabroq chizmada qanday harakat qilamiz, qaysilarini olishimiz kerak, nisbatlarini, qaysi uchburchak, qaysi chiziq bo'ladi, o'shani birgalikda yechishga harakat qilamiz. Xo'p, J nuqta uchburchakning, ABC uchburchakning og'irlik markazi, ya'ni bu medianalar kesish nuqtasi og'irlik markazi shu yerda bo'lishini bilamiz. Va 2BF F J ga teng, F ga. Xo'p, o'shani belgilab olaylik. BF mana BF, demak BF ni y bilan belgilasak, bunisi 2y bo'lar ekan mana bu yer. Chunki F ga ikkita BF ga teng deyilyapti. O'shaning uchun shunday yozdik. Bunisi 20 ekanligi aytilgan va biz x ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerda qaysi uchburchakni qarashimiz kerak? Xo'p, oldin yana aniqlashimiz mumkin bo'lgan narsalar bo'lsa, buni aniqlashtirib olsak. Ya'ni mana S nuqtadan chiqqan SY kesmamiz bu mediana bo'ladi, chunki medianalar kesish nuqtasidan o'tyapti va mana bu tomonni teng 2 ga bo'ladi bu. Endi mediana uchburchakning medianasi medianalar kesish nuqtasida uchburchak uchidan hisoblaganda 2/1 nisbatda bo'linadi deyilgan. Demakki S nuqtadan J nuqtagacha 20 bo'ladigan bo'lsa, J nuqtadan Y nuqtagacha 10 bo'lishi kerak. Mana shu yer 10. Endi YK ni x ekani aytilgan. Demakki mana shu yer 10 minus x ga teng bo'ladi. Ya'ni bu KG. Mana shu yer 10 minus x ga teng. Buni aniqladik mediananing xossasida. Xo'sh, endi uchburchakimizni qaraydigan bo'lsak, qaysi uchburchakni olamiz? Endi mana shu uchburchakni olish biz uchun juda qulay bo'lib qolyapti. Mana shu uchburchak. Ya'ni BYJ uchburchak BYG bek uchburchakni qarashimiz kerak. Uni qaysi chiziq kesyapti? AF kesyapti. Mana AF uni kesyapti deb qarasak, mana shunday. Endi nisbatlarni yozsak. B3 dan boshlayman, B dan F gacha. Ya'ni Y ni 2y ga nisbati ko'paytirilgan 10 minus x ni x ga nisbati ko'paytirilgan. Endi bu taraf teng bo'lgandan keyin keling bunga biror bir t qo'yaylik. Mana bu t.
Endi biz Y3 ga kelib oldik. Hozir mana shu Y nuqtaga. Y nuqtadan B ga borishimiz kerak emas, A ga borib, undan keyin qaytishimiz kerak. Ya'ni T ni bo'lishimiz kerak 2T ga. Mana shu nisbatlarning ko'paytmasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Menelay teoremasi bo'yicha. Xo'p, T'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, Y'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 4x teng bo'lyapti 10 minus x ga va 5x 10 bo'lyapti va x teng 2 ga. Mana shunday bo'lyapti. Mana shunday qilib x ni topamiz. Bu yerda juda chizmalar ko'p bo'lyapti. Uchburchak o'sha uchburchakni chizib kesib o'tadigan holatlardan ancha munchasi bor bu yerda. Lekin berilgan ma'lumotlar, ya'ni uchburchakning tomonlarining kesmalari, ya'ni chizib o'tgandan keyin o'sha kesmalar berilgan bo'lishi kerak. O'sha qaysi yerda kesmalarning uzunliklari berilgan bo'lsa, shunga qarab uchburchakni tanlab, aniqlab olishimiz kerak. Ichidan uchburchaklar ichidan shu uchburchakni tanlab olishimiz kerak. Bu birdaniga bo'lmasligi mumkin, lekin sekin shu nima bo'yicha harakat qilsak, tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana rejalashtirgan ishimizni oxiriga yetkazdik. Bu qilayotgan ishlarimizni Alloh hammamiz uchun manfaatli qilsin, foydali qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Imtihonlarda barchangizga omadlar yor bo'lsin.